W211 ga ham 10.000 dollarga yaqinroq xarajat qilib qo'yish mumkinmi? Egalari shunaqa deyaptilar, tasavvur qilasizmi? 211 ga yana Doreska, xullas mashinani hech qanaqa ishi qolmagan deyaptilar. W211 G200 2 litrli kompressor motor. Men sizga hozir nimalar qilinganligini aytsam, siz menimcha hayron qolib ketsangiz kerak. Mashinani polnis restayling qilingan, lupalarigacha dash o'rnatilgan. Apollon original diskalar ham o'rnatilgan. Ballonlari ham yaxshi holatda bo'lib turibdi. Keyin ustlari ham asfalt bo'lib ketmagan. Yo bitta-ikkita joylarida tepilgan joylari bor. Unaqa seriozniy udari yo'q deb aytibdilar. Lyuklarigacha bor. Xo'p, salon holatlarini qarang, mana bu ko'jalarini 2008-2009larida ham kerak bo'lsa, bunaqa saqlanmagan-da. O'zingiz ko'zingiz bilan kelib ko'rsangiz, sizga to'shni yoqadi. Sizning sidiganlarigacha bor, monitorlarigacha bor. Oke, ходовой sistemasidan to mayda-mayda detallarigacha 2 litrli kompressor motori ham motor nomerlarigacha dash yozdirib qo'yishibdi. Oke, rullari dash elektronniy ekan. Tasavvur qilasizmi? Yumshoq rul. Yana nima kerak? Bitta like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Mashinani probegi 200 dan oshgan, narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. Men pulga uni olaman, bu pulga uni olaman desangiz, oke, bemalol overing. Buni o'zini ishqibozmat odamlari bor. Nima dedinglar? 14.800 dollarga bosib yuborsanglar bo'ladi.